Agar siz anchadan beri ingliz tilini o'rganaman deb boshlab qo'yib oxiriga yeta olmayotgan bo'lsangiz, 1 oy o'qib, 3 oy o'qib yoki 6 oy o'qigandan keyin sizdagi intizom tushib ketayotgan bo'lsa, bu sizda ilmingizda yoki miyangizda emas, muammo sizda ishlatayotgan tizimingizda. Hozir aytadigan narsalarimni juda ko'pchilik kurslar ham hattoki aytmaydi. O'zbekistonda har yili minglab yoshlar, minglab odamlar ingliz tilini o'rganaman deb boshlaydi. 3 kun, 1 hafta zo'r motivatsiya bo'ladi. Yonib turadi. Bo'ldi, men ingliz tilini boshladim, oxirigacha boraman. Speakingni rivojlantirishga harakat qilaman chetga ketish uchun yoki bo'lmasam B2 olishga harakat qilaman yoki C1 olishga harakat qilaman yoki IELTS olishga harakat qilaman, bakalavr uchun, magistratura uchun deydi. Lekin oradan ma'lum bir muddat o'tgandan keyin uje to'xtab qoladi. Bugun sizga qanday qilib uyda o'tirgan holda noldan boshlab turib ingliz tilini 5 barobar tezroq va samaraliroq o'rganish bo'yicha zo'r metodlarni beraman va bu 5 ta metodni agar siz doimiy kun tartibingizga aylantirsangiz, siz bemalol oxirigacha, ya'ni o'sha B2 natija qilish bo'ladimi, C1 natija qilish bo'ladimi yoki chet elda o'qish bo'ladimi yoki bo'lmasam qandaydir bir yuqori darajadagi ishga joylashish bo'ladimi, bemalol siz chiqa olasiz. Bu 5 ta qadamni tushuntirishdan avval bitta narsa aytib o'tishim kerak. YouTube menga statistika berdi. Statistikaga qaraganda darslarimizni tomosha qiladiganlarda 87% YouTube sahifamizga obuna bo'lmasdan ko'rishar ekan. Agar siz ham ularda orasida bo'lsangiz, hali sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda tugmani bosib sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi deyarli har hafta nafaqat ingliz tilini o'rganish, CFR imtihoniga tayyorgarlik bo'yicha, IELTS imtihoniga tayyorgarlik bo'yicha, balki shaxsiy rivojlanishingizga ham yordam beradigan, ham foydali, ham qiziqarli kontentlar joylab boraman. Obuna bo'lib qo'ying. Birinchi qadam, grammatika emas, quloqni moslashtirish muhim. O'zbekistondagi til o'rganuvchilarda juda ko'pchiligidagi noto'g'ri tushuncha shundan iboratki, grammatika o'rganishim kerak deydi. Ya'ni ingliz tilini o'rganish teng grammatikaga degan tushuncha bor. Ya'ni avval grammatikamni oshirishim kerak, grammatika o'rganishim kerak, grammatikani rivojlantirmasam, men misol uchun sertifikat ola olmayman yoki bo'lmasam speakingim chiqmaydi, razgovorim chiqmaydi degan tushuncha bor. Bunga eng asosiy sabab oxirgi 10-15 yil davomida o'qituvchilar asosiy grammatikani o'rgatishgan. Ya'ni grammatikani tez yechishni o'rgatishgan va odamlarda miyasi mana shu narsa shakllanib qolgan. Va bu bundan buyog'i ishlamaydi. Shuning uchun siz miyangizga qo'yishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa va birinchi qadam grammatika emas, quloqni moslashtirish muhim. Sababi miya tilni, ya'ni ingliz tilini eshitish orqali o'rganadi. Qandaydir qoidalar, zamonlar, sifatlar, ravishlar, ko'makchilar orqali emas. Agar siz birinchi grammatikani rivojlantirishim kerak desangiz, xato qilasiz. Siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi qadam har kuni kamida 15 daqiqa ingliz tilidagi audiolarni, intervyularni ko'rishga odatlaning va bu to'lig'icha o'zingizga xohishingizga bog'liq. Xohlasangiz meni intervyular ko'ring, xohlasangiz multfilm ko'ring, xohlasangiz kino ko'ring, xohlasangiz qandaydir podkastlar ko'ring, xohlasangiz ingliz tilidagi oddiyroq yoki klassik bo'lgan musiqalarni, qo'shiqlarni eshitishga odatlaning. Nimaga desangiz, agar siz qiziqishingiz orqali eshitsangiz, siz 1 oy o'tgandan keyin, 2 oy o'tgandan keyin, 3 oy o'tgandan keyin tashlab qo'ymaysiz, chunki siz o'zingizga yoqadigan narsani qilishga odatlanib bo'lgansiz va siz mana shunday mayda qadamlar orqali oxirigacha bemalol yetib bora olasiz. Va yana bitta o'xshatish qilib beraman, biz hech qachon 3 yoshligimizda yoki 4 yoshligimizda yoki 5 yoshligimizda hech qachon ona tili, ya'ni o'zbek tilini o'rganish uchun kursga bormaganmiz. Yoki ona tili grammatikasini, ya'ni o'zbek tili grammatikasini, qoidalarini o'rganmaganmiz yoki yo'llamaganmiz. Biz nima qilganmiz? Eshitganmiz. Misol uchun atrofimizdagi ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki bo'lmasam tanishlarimiz bizga o'zbek tilida gapirgani uchun biz o'zbek tilida eshitib, o'zbek tilida gapira olyapmiz. Va siz agar ingliz tilida sayrab yubormoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini uzluksiz, uzoq muddat davomida o'rganib, oxirgi maqsadingizgacha yetib bormoqchi bo'lsangiz, kamida 15 daqiqalik eshitish odatini shakllantiring. Mana shu eng asosiy qadam hisoblanadi. Ikkinchi qadam, 3 mingta so'z qoidasi. Aynan mana shu qoidani juda ko'p til o'rganuvchilar bilmaydi. Ba'zilar bilsa ham chuqur amal qilmaydi. Bu nima desa, 3000 ta so'z bor. Ya'ni ingliz tilida 3000 ta eng ko'p foydalaniladigan va ishlatiladigan so'zlar ro'yxati bor. Buni o'sha dars oxirida beraman ham, mutlaq bepul. Va mana shu so'zlar ro'yxatini har bir til o'rganuvchi bilishi kerak. Nimaga bilish kerak desa, 70% suhbatni tarkibini ayni mana shu so'zlar tashkil qiladi.
Ya'ni misol uchun deylik, 5000 ta, 10 ta, 15 ta lug'atni bilishda hojat yo'q. Har kuni misol uchun 70 ta kimlarni yodlaydi? 70 ta, 80 ta, 100 ta, 150 talab lug'at yodlaydi. Har xil metodlar bilan, boshqalar bilan yo'q. Siz misol uchun ingliz tilida sayrab yuborishingiz uchun, gaplashishingiz uchun mana shu 3000 ta so'z bemalol yetadi. Endi tabiiyki sizda savol qoladi. Shu 3000 ta so'z qoidasini xo'p tushundim. Endi nima qilishim kerak? Ya'ni bu 3000 ta so'zni siz yod olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3000 ta so'zni tasavvur qiling, kuniga 30 tadan yozyapsiz. Bu degani 10 kunda 300 ta, 100 kunda 3000 ta bo'ladi. Ya'ni siz misol uchun deylik, agar 1 yildan beri, 2 yildan beri, 3 yildan beri ingliz tilini o'rganib, hali ham gapira olmayotgan bo'lsangiz, hali ham sizda misol uchun deylik, writingingizda, hali ham sizda listening readingingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, siz allambalo so'zlarni yodlab yurgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun eng ideal tavsiyam birinchi navbatda mana shu 3000 ta so'zni yodlab oling. Agar siz darajangiz hozirda beginner darajada bo'lsa yoki elementary bo'lsangiz, mana shu 3000 ta so'zni yodlashni odat qiling. Har kuni misol uchun 50 ta, 70 ta, 80 ta, 100 ta emas, shu 3000 ta so'zni chiqarib olib kerak bo'lsa, 10 tasini yodlang. Bir haftadan keyin 20 taga ko'paytiring. Keyingi haftadan 30 tadan yodlashni boshlang. Har kuni 30 tadan yodlash orqali siz bemalol 100 kun ichida, agar undan ozgina ko'paytiradigan bo'lsangiz, 80 kun, 70 kun ichida mana shu 3000 ta, e'tibor bering, ingliz tilida ishlatiladigan 70% tashkil qiladi. Ya'ni siz misol uchun speaking qilmoqchimisiz, kimdir bilan gaplashmoqchimisiz, u turist bo'lishi mumkin, chet elda kimdir bilan gaplashishingiz mumkin, mehmonxonada bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Xullas, gaplashmoqchimisiz, mana shu suhbat 70% ni aynan mana shu 3000 ta so'z tashkil qiladi. 3-qadam. Gap yozish, gap aytish. Juda ham oddiy, juda ham sodda, lekin eng muhim qadam deyish mumkin. Bunda qanday bo'ladi desa, siz o'zingiz haqingizda gaplar tuzishingiz kerak bo'ladi. Sababi, e'tibor bering, miya shaxsiy ma'lumotni tezroq eslab qoladi. Ya'ni o'zingiz bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni, informatsiyani nisbatan tezroq eslab qoladi. Aynan mana shu sababli siz gaplar aytishingiz va gaplar yozishingiz kerak bo'ladi o'zingiz haqingizda. Misol uchun I work at supermarket. I work somewhere. I'm learning English. Ya'ni birinchi qoida va oltin qoida deyish mumkin. Aynan mana shu 3-qadam bo'yicha hech qachon o'zingizdan mukammal gap gapirishni yoki mukammal gap yozishni kutmang. Xato bo'ladi, kamchilik bo'ladi. IELTSdan 7 olgandan ham, 8 olgandan ham kerak bo'lsa, IELTS 9 olganlar, hattoki native speakerlarda ham gaplarida grammatik xatolar, so'zni tanlash bilan bog'liq xatolar yetarlicha bo'ladi. Shuning uchun oltin qoida deyish mumkin, hech qachon mukammal gap kutmang. Birinchisi va ikkinchisi, mana shu tuzayotgan gaplaringiz, xohlasangiz 2-qadam bilan 3-qadam bog'lab turib, ya'ni o'sha oddiy so'zlar bilan mana shu 3-qadamda o'zingiz haqingizda gaplar tuzing. Va o'shanda sizda miyangiz nisbatan tezroq eslab qoladi va tezroq siz tilni o'rgana olasiz. 4-qadam 20 daqiqalik tizim. Bunda siz e'tibor bering, kam, lekin har kuni qilishingiz kerak bo'lgan tizim deyish mumkin. Ya'ni siz har kuni 20 daqiqa ingliz tilini o'rganishga vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Agar siz misol uchun deylik, birdan 3 soat sarflasangiz yoki 5 soat sarflasangiz, ko'pchilikdagi muammo bo'ladi. Ko'pchilik nima qiladi? Yangi yilda, misol uchun 2026-yil yanvar oyida ko'pchilik deylik ingliz tilini o'rganishni boshlaydi. 3 soat, 4 soat, 5 soatlab ishlaydi. Keyin bir haftadan keyin, 10 kundan keyin, ya'ni yanvar oyining 15-iga borganda o'sha to'xtatib qo'yadi. Yoki bo'lmasam juda ko'pchilik o'sha zalga chiqishni boshlaydi. Yanvar oyida trenovka qiladi, 2 soatlab, 3 soatlab, 4 soatlab trening qiladi. Bu o'zi charchaydi. Nimaga? Og'ir narsa yoqmaydi. Miya barqarorlikni sevadi, yaxshi ko'radi. Shuning uchun siz misol bir hafta 2 soat yoki 3 soatdan ishlab turib, keyin 15 kun dam olish xohlamasangiz, siz aniq 20 daqiqalik tizimga moslashing. Agar sizni misol uchun vaqtingiz nisbatan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, 30 daqiqalik yoki 40 daqiqalik qilishingiz mumkin. Agar misol uchun shu tizimni agar 40 daqiqalik qilayotgan bo'lsangiz, nisbatan tezroq ketasiz. Faqat mana shu 40 daqiqalik dastlab 20 daqiqalik tizimdan o'tib ketish kerak. Ya'ni birinchi bir hafta davomida 20 daqiqalik tizim qilasiz, 20 daqiqa ishlaysiz. Tugadi daqiqa bo'ldi, boshqa ishingizni qilasiz. Ingliz tilida faqat 20 daqiqa sarflaysiz. Bir haftadan keyin 30 daqiqa. Undan keyin 40 daqiqa sarflashni boshlaysiz. Va mana shu 40 daqiqa har kuni uzluksiz
shanba bo'ladimi, yakshanba bo'ladimi, kimdadir tug'ilgan kuni bo'ladimi, to'yi bo'ladimi, dam olish kuni bo'ladimi, kasal bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar aynan mana shu daqiqadan foydalanishingiz kerak va mana shu daqiqa ichida siz ingliz tili bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Buni qanday bo'lib olamiz? 20 daqiqani deylik 10 daqiqasi ingliz tilidagi audioni, podkastni, intervyuni ko'rish, kino ko'rish, multfilm ko'rish bo'lishi mumkin. 5 daqiqa speaking uchun, 5 daqiqa lug'at va grammatika yo'llashga yoki takrorlashga yoki bo'lmasam o'rganishga ketishi mumkin. 5-qadam va muhim qadam deyishim mumkin, telefondan dushman sifatida emas, haqiqiy qurol sifatida foydalanishni boshlash. Ingliz tilidagi muhitni yaratish uchun, ya'ni bizda misol uchun deylik native speakerlar yo'q. Yon atrofimizda britaniyaliklar yoki amerikaliklar yo'q. Aynan mana shuning uchun siz sun'iy ingliz tili muhiti yaratishingiz mumkin aynan o'z uchun. Buning uchun nima qilish kerak bo'ladi desa, telefoningizda nastroykasini ham ingliz tiliga o'zgartirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni telefoningizda misol nastroyka bo'lmaydi, setting bo'ladi. Сообщение bo'lmaydi, messages bo'ladi yoki bo'lmasa wizard bo'lmaydi, call bo'ladi. Ya'ni telefoningizni nastroykasini to'lig'icha ingliz tiliga o'zgartirasiz. Birinchisi, ko'rayotgan reelslaringiz ham yoki YouTube shortslaringiz ham yoki YouTube videolaringiz ham hammasi ingliz tilida bo'ladi. O'sha telefonda nima ko'rsangiz. Undan tashqari, misol uchun deylik, mabodo qo'shiq eshitishga odatlangan bo'lsangiz, eshitadigan qo'shiqlaringizni ham ingliz tiliga o'zgartirasiz. Telefoningizdan nima ko'rayotgan, nima ma'lumot olayotgan bo'lsangiz, nima eshitayotgan, nima o'qiyotgan, nima yozayotgan bo'lsangiz, deyarli hammasini ingliz tiliga o'zgartirasiz. Va bu nafaqat menga, balki minglab shogirdlarimga juda ham katta yordam bergan 5 ta qadam deyishim mumkin. Mana shu 5-qadamda qilish orqali siz bo'ldi shu muhitga tushib ketasiz. Siz nastroykasi hattoki ruscha bo'lib qolsa, sirazi yangi telefon oldingiz, nastroykasi ruscha, sirazi ingliz tiliga o'tkazib qo'yishni xohlab qolasiz. Chunki bu juda ham muhim hisoblanadi va bu o'sha odat shakllanishiga juda ham katta yordam beradi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ba'zi o'quvchilarimiz bor, onlayn shogirdlarimiz yoki offlayn shogirdlarimiz 8 oy o'qishadi yoki bo'lmasam 10 oy o'qishadi, uzoq 1 yil o'qishadi, bu natija chiqadi. B2 natija qiladi yoki C1 natija qiladi yoki bo'lmasam IELTSdan 5,5, 6,5 natija qiladi, qolganlarga nisbatan tezroq. Kimlardir misol uchun 3 yil, 4 yillab yuradi, 5 yillab yuradi, lekin oxirgi rezultatga yetib bora olmaydi. Orada bir tashab qo'yadi, orada bir dangasalik qiladi, intizom yetishmaydi va hokazo narsalar bo'ladi. Uzluksiz tizimli o'qish orqali siz boshda aytganimizdek oxirgi natijaga chiqishingiz mumkin. Ya'ni o'sha milliy sertifikat olish, IELTS olish, chet elda ishlashga ketish yoki bo'lmasam umuman ingliz tilini to'g'richa o'rganish etabiga yetib borishingiz mumkin. Mana shu 5 ta qadamga to'liq amal qilish orqali va mana shu 5 ta qadam shogirdlarim yordam bergan, men yordam bergan, IELTS 7, 7,5, 8 olgan shogirdlarim yordam bergan bo'lsa, bu sizga ham yordam beradi. Va aynan mana shu darsimiz yanada foydali qilishi va ingliz tilini noldan uyda o'tirib o'rganishingizga katta yordam berish uchun yana ikkita narsa bermoqchiman. Birinchisi, yuqorida aytganimdek 3000 ta so'z ro'yxatini beraman. Ikkinchisi esa mana shu 5 ta qadamdan foydalanish bo'yicha mutlaqo bepul checklist PDF beraman. Bu checklist PDFni pastdagi havolada descriptionda yozib qo'yamiz. Bemalol yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olib, chiqarib, foydalanasiz. Maksimal o'zingizda ingliz tilini o'rganish tartibingizga moslashtirasiz. Shu orqali siz ingliz tilidan to'xtamasdan o'rganib, yuqori darajaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Pastdagi sovg'alarni mutlaqo bepul PDF va checklistlarni yuklab olishdan tashqari men sizga hozir 3 ta kichkina vazifa bermoqchiman. Birinchisi, agar sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdagi tugmani bosib obuna bo'lib qo'ying. Sababi har hafta ingliz tili bo'yicha, sefr bo'yicha, IELTS bo'yicha va shaxsiy rivojlanishingizga yordam beradigan foydali kontentlar chiqarib boramiz. Ikkinchisi, izohlarda aynan bu darsdan nimalarni o'rganish, nimasi yoqdi, qaysi birini qo'llashga qaror qilyapsiz. Bularni yozib qoldiring. Uchinchisi esa ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan do'stlaringiz bo'lishi mumkin, tanishlaringiz bo'lishi mumkin va eng muhimi oila a'zolaringiz bo'lishi mumkin. Bu videoni ularga yuborib qo'ying, ularga ham foydamiz tegsa xursand bo'lamiz.